Universitet hayot. Morning rutinlar bilan 5 ta turib yugurmayman, keyin zalga bormayman. And the point is, vaqt juda ham tez o'tib ketadi, like literally. 2029 da men shu vlogni yana bir marta olaman. Yana xudo xohlasa Toshkentga borib, Toshkentni qadriga yetadi. Yana shu archani oldida qilmoqchi bo'ldim. Archa umrimda o'qit qilmaganman. Da video yozma nuqtasiz har 2 kun kimdir bilan har hafta. 李子豪，你好。你好。你最近怎么样？ Very good. 你很好吗？ A little busy, but good. 你太忙？你太忙吗？ Yes. What did you cook today? Noodles. Noodles. Eggs. As usual, bro. Bilmiyorum zaman şimdi bir açılarda. Judayam chiroyli. O'ziga yarasha. Mountains, judayam balandparvoz binolar. And overall, yeah. Shu bizning common areamiz. Ana stul, ma'lumotlar o'sha hamma narsalar qilib. And here we cook, guys. Assalomu alaykum. Do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ushbu vlogimga xush kelibsiz. Bugun o'sha vlogda sizlar bilan birga o'tkazamiz. Overall, juda tak blisko drug. Overall, shunday hayotda she'r qilishga harakat qilaman. O'zi qanaqa qiyinchiliklar bor, javnaqa zo'r narsa emas univers, to be honest. Men ham orzu qilardim bir yil oldin universitetda boshqacha bo'ladi, universitetda hamma problemalarim yo'q bo'ladi. Lekin universitetga kelib, u problemalar, u problema emasligini anglab yetdim. Chunki bu kelib qanaqadir life decisionlarni ko'rsatgan paytingiz qolgan hech nima ko'zingizga ko'rinmaydi. Zaga bugungi vlogimizda o'zi universitet hayot, realistik universitet hayot. Qanaqadir soat 5 ta turib, morning rutinlar bilan 5 ta turib yugurmayman, keyin zalga bormayman. Просто спокойно 8 soat uxlab, 80% ko'proq recovery qilib, o'z hayotimni sistemali darajaga qurganman. Hozir leksiyaga ketamiz. Biz hafta kiyimiz, keyin leksiya boramiz o'tamiz. Right, özellikle choy bilan chevatdan tayyorlayotguncha o'z hayotimni plan qilaman. Tayyor bo'ldi. Hozir plan qilib, bugun nima qilishlarimni, keyin sekin-sekin leksiyaga o'tamiz. 10 minutdan leksiyam bor. O'z odatda bunaqa chiqib ovqatlanmayman. O'zimga to'g'ri qilaman, lekin ishlar kunlari juda ham qiyin. Chunki ekonomik leksiyaga late bo'lmaslik kerak. Gaplarimiz. Alright, bu yerda 2025 klassda graduation narsalari bo'lyapti. Bir narsa anglab yetdim. O'zi litseyga kelganimizda 2023-yil juda ham tez o'tmasa kerak bu 2 yil deb o'ylaganmiz. Aksincha juda ham tez o'tib ketgan 2 yil. Eng yaxshi va eng baxtli memorialarim o'sha litseyda qolgan. Westminster litseyi 2023-yildan 2025-yilgacha 2 bilan o'qib, u bolalar like they are really cool kids. Lifelong friendshiplar build qilishga yordam bergan. And overall, mana shu 2029da ham biz ham shu congregationda qatnashib, mashda turib, o'rtada speech ham beramiz. And the point is, vaqt juda ham tez o'tib ketadi, like literally. 2029da mana shu vlogni yana bir marta olaman. Mashda o'tirib olib, adul qaragan 4 yil qanaqa tez o'tib ketganini. And like 4 yil juda ham katta period, but at the same time juda tez o'tib ketishni anglab yetish bu juda ham muhim. Shuningdek, xohlasa 4 yildan keyin mana shu vlogda yana sizlarga ko'rsataman. Mana leksiya kiramiz. A government, and a year ago, when Donald Trump was re-elected, was it a year ago? Yeah. Elon Musk was very popular at the time, and I joked that at that time he could not force me to buy a. Biz kampusdan grocery shop ketganman. Ozgina narsalar olish uchun. O'sha kampus. Ozgina ekonomika leksiya haqida gaplashadigan bo'lsak, hozir 2 soatlik eng yoqtirgan ekonomika leksiyamdan chiqdim.
And overall, it is like my favorite. Ja, eng yoqtirgan leksiyalarimdan biri. Overall, nima uchun? Ustozim, bu professor juda ham professional. Ko'p bir ikkita professorlar bor. Bilmadim, maybe unaqa professional deb o'ylamayman o'z ishida. Lekin men bu ekonomikadan rasmni ham qo'yib qo'ydim. Hozir Witten degan. He is actually the best at his game. O'zim ham bu narsani juda ham ko'p hurmat qilaman. Juda ko'p narsani o'rgandim bu orqali. Mana shu semestr davomida. Hozir oxirgi leksiyamiz bo'ldi, kстати. Hammaga rahmat. Eng zo'r professorsiz deb qo'llab-quvvatladi ustozni. Ustoz sifatida zo'r, lekin juda ham strict. Lekin shunaqa ham bo'lish kerak. Va overall, uning missiyasi tipa insonlarga narsani, ekonomikani yaxshi tushuntirib berish. And yeah, men ham juda ham ko'p narsani o'rgandim ustoz sifatida o'z studentlarimga. Chunki inson bitta narsada yaxshi bo'lmoqchimi, faqat o'sha narsa bilan band bo'lish kerak ko'p vaqt bilan. And yeah, IELTSdan yordam berish bo'ladimi yoki ingliz tili levelini ko'tarib berish bo'ladimi? I try to help as much as possible. Yeah, overall hozir grocery shopga ketamiz. O'sha grocery shopda olgan narsalarimni ko'rsataman. Bir narsa olish kerak, narxi ko'p emas. And keyin 3-4 mitingim bor. O'sha mitinglarni tugatib, keyin xolisi running session, keyin gym session, keyin yana mitinglarga qaytamiz. Mana bitta leksiyam bor. O'shanga borim kelsa boraman. Borim kelmasa, alright. Grocery shopga keladigan bo'lsak, hozir qanaqa ovqat bo'lyapti, Gonkongda degan savollarga juda ko'p savollar bor. Gonkong ovqatlanish qimmat, to be fair, juda ham qimmat deb aytsam bo'ladi. Chunki bu ovqatlanish qanaqadir oyliklar qimmat bo'lgani sababli if you want to eat healthy, you need to pay a lot. McDonald's juda ham arzon, lekin biz McDonald's yemaymiz. Biz faqat clean dietga prioritize qilamiz. Chunki clean diet baribir eng muhimi. Bu narsa sizni hamma tarafdan effekt qiladi, samaradorligingiz, полностью o'sha hayotingizda eng fundamenti o'zingiz sog'lig'ingiz. O'shanga menga очень важно that I take care of my health. Overall, juda ko'p narsa olish kerak emas. Bodring, pomidor, banan, tuxum olsam, zavtrakda shunaqa narsalarni o'zimni fit qilaman. If you look at this my chart, banan, tuxum, pomidor agutsi, just a little bit fiber. Ozgina areshkada olaman. Overall mana shunaqa ovqatlanishga ezata 500-600 ga ketib qoladi oyiga. Biroz ovqatingizni o'ziga. Qolgan rasxodlar baribir entertainment, ko'chaga chiqaman desangiz, transport ham qimmat. Qimmat emas, you just need to earn more, I think. Kecha guruhimizga, общий chatimizga juda ajoyib anaqa qilibdi. Bitta message keldi. Work so hard until you feel Hong Kong is cheap degan. And it's true, you know, like it's actually not expensive, but overall I feel like what you need to understand is that you need to work hard, earn more money. Shuningdek, we'll see how much will it cost. So yeah, ozgina qolganicha. Hozir o'shani narxini ko'ramiz do'stlar. Hello. Okay. One back, please. Yeah, thank you. Good. All right. Visa? Huh? Visa. Yeah, visa. Visa. Well, 106 Gonkong bo'ldi. Bu yerda $15 USD. Yeah, $14. Yeah, thank you, miss. Take care. Overall, normalda. Tipa, o'ylashim bo'yicha Gonkongda bu $300 ga ham yashasa bo'ladi. O'zingiz polностью gapirib tursangiz. В принципе, нормально. Sal minimalistik lifestyle bilan kelsa bo'ladi. Xuddi o'zingiz ishlab, topib, o'zingiz independent bo'lsangiz bo'ladi. But overall, yeah. Lekin menga bu hayot yoqadi chunki I'm like in control of what I eat. Yegan narsamni o'zim hal qilaman. Nima yeyishimni, qanaqa yeyishimni, qanaqa miqdorda yeyishimni dedi buzilinglar bo'ldi. Buning o'zida zavtrakimda bu. And alright, bugun eng yoqtirgan ovqatni pishiramiz. Pishirmaymiz endi. Morozinlikimda zamorоженный пельмени bor. Shunaqa bo'lib turadi. Alright. Endi timer qo'yamiz, bir 5-6 minutga tepasiga chiqquncha o'zi ovqat pishirishdan Gonkongda boshladim. Umrimda ovqat qilgan so'ng bu yerga kelib ovqat qilishni boshlaganda g'alati bo'lar ekan. Chunki Gonkongda, Toshkentda o'tirganda mamam, mamishkam yozib berardi ertalab,
ovqat tayyor, ovqat olib ket yoki ovqat yegan. Mana shu ovqat bari boshqacha. O'tga kelib, o'zingiz kulinariy retseptlaringizni yaratasiz, ChatGPT bilan o'rganasiz. Uydagilar bilan video svязьda onam tushuntirardilar boshida qanaqa ovqat qilishdi. Chunki bo'tga kelib qanaqadir responsibility olasizda, nima yeyotganingizni, nima yeyish kerak emas degan savollarga o'zingiz javob topasiz. Endi ya, bu to'g'ri dumplings yeyolman, ja bunaqa полезный ovqat emas, lekin полностью bunaqa olib qaraganda kaloriyalarni sanab, nechta kaloriya, belki, jiri, uglevodi полностью o'shalarni sanab bergan AI. Bitta zo'r приложение ishlataman. Wellme degan. O'sha Wellme'ni полный track qilaman nima yeyotganimni. Например, bu 350 gram dumplings. Mana shunaqa bo'ladi bu приложение. O'zingiz kontrol qilasiz. Vesingizni ham kontrol qilasiz. Oshib ketyapsizmi, semib ketyapsizmi? Men o'zi kontrolda bo'lishni yaxshi ko'raman. Endi pelmenlar bilan salatlar qilib bosib olamiz. Undan keyin, xulosa, yarim soatlardan keyin jimga boraman. Jimdan keyin sizlarga jimdan keyin bir ikkita mitinglarim bor. Keyin mitinglardan keyin men shunday running session qilmoqchiman. Chunki odatda haftasiga 3-4 marta jim, 3 marta running session qilaman. Chunki men gibrid atletman. Atletlar bor, faqat jimga boradigan, ular anaqa atletlar, runnerlar, yuguradigan runnerlar, runner bilan weightlifting qo'shsa gibrid atlet bo'ladi. So yeah, we're hybrid athletes guys. Minutes in the gym. I'll just upload results. Videoga olsam yaxshi rashtirganman gymda. O'z haftasiga 3 marta gym, 3 marta running session qilaman. Just overall for health uchun. Va men hamma charchoqlarni, stresslarni chiqarib olish uchun weightlifting is like the best option. Overall mana shunaqa gymimiz bor. Alright. Ja'unaqa British Management University o'xshamaydi-yu, lekin o'zimizning Gonkongdagi oddiygina gym. But overall, I feel like it's amazing just to have something that is quite close to you. Alright, session tugadi. Dataga qaraydigan bo'lsak, 10.4. Yana ozgina strainga yetmayapti, optimal strainga. O'shanga sapkechni yana bitta sessionga chiqamiz, runningga. Runningda biz boramiz. So yeah. Bugun yaxshi uxlabman, overall sleep performance yaxshi, recovery ham zo'r bo'lgan. Hozir kalendarga qaraydigan bo'lsak, mana shunaqa plan qilaman kalendarda. Nechta mitingim bor, nimalar universitetda qanaqa assignmentlar qilish kerak, qachon treninglar, qachon ovqat yeyishlarim полный. Mana bunaqa yashayman, deng surkadagida. So yeah, 4 ta mitingim bor ekan. O'quvchilarim bilan, keyin bitta running session, keyin xudo xolasa yana bir ikkita mitinglarim bor, keyin o'sha bilan kun tugatib olamiz. Ozgina refleksiya qiladigan bo'lsa, refleksiyani mana shu archani oldida qilmoqchi bo'ldim. Niyatim juda ham komil ekan. Archa and yeah, Putnam University. Everything's so cool. You realize that life is good, you know, like 5,000 kilometers away from home. Lekin shu narsa sizni shunaqa disiplinangizni ushlashga aniq qiladi. Chunki bu disiplina ushlamasangiz, I feel like life is gonna really smash you. Umrimda ovqat qilmaganman. Endi Gonkong kelib juda ham qiyin bo'lgan. Roommate bilan ovqat pishirardik. Boshida roommate-imga yomon dependent bo'ldim. Ovqat pishirishni ovqat pishirishni ham o'rgatdi, xudo xolasa, YouTubedan qarab, hamma narsani ChatGPT bilan birga risk qilib. Endi umrimda ovqat qilmagan inson bo'tga kelib juda ham o'zini qildi. Qiyin vaziyatga duch keldi. Zato o'rgandik. 3 oydan beri Gonkongdamiz.
and it's actually good. Tipa qanaqadir responsibility olish, xudo xohlasa full time ishlash, o'z loyihalaringiz ustida ishlash, bu yerda qanaqadir focus qilishga juda ham katta zo'r environment, but at the same time o'rni bilinadi, juda yaqinlaringizda, do'stlaringizda o'rni bilinadi. Da video zvonok qilasiz har 2 kun, kimdirlar bilan har hafta, kimdirlar bilan umuman gaplashmay qolishingiz mumkin. But overall it's life. I think it's okay. Abu Dhabi, Bostonlar bilan har tudashida video zvonoklar qilib turamiz, but still not the same. Tipa video zvonok qilasiz, lekin baribir hissiyotlaringizda qanaqadir live update'larni share qilish boshqacha online. So yeah, but overall shunga ham shukr. Bir oydan kam qoldi O'zbekistonga borishimga. Xudo xohlasa o'shalarni plan qilyapmiz nima qilishda, and I feel like it's gonna be good. Juda bitta loyihani ustida ishlayapman. IELTS Akademiya bo'yicha o'sha IELTS online ta'limni yanada yaxshiroq qilishga, o'zimni qanaqadir hissamni qo'shishga harakat qilaman xudo xohlasa. 3,5 oydan beri bitta edtech kompaniyada ishlab kelyapman. IELTS kompaniya juda ham lead qiladi SNG marketda. Lekin O'zbekistonga kirmagan. O'sha O'zbekiston konsepsiyasini O'zbekistonga olib kirmoqchiman. So yeah, this is how like life is gonna be for the next months. O'zi bir oy qoldi yangi yilgacha. Xudo xohlasa mana shu dekabrda sizlarga yaxshi kunlar tilayman. Juda productive kunlar, o'z hayotlaringizni yana sistemali qurishga harakat qilinglar. Yangi yilga qanaqadir maqsadlar qo'yinglar. So yeah, it's gonna be good. Take care guys. Wishing you the best.